Bu eshik ortida urilganlar, alam va jahl ustida o'z onasidan kaltak yeb katta bo'lgan insonlar va ularning yoshi bugun 20, 25, 30 yoshda. Aynan qo'rquv, hayajon, ishonchsizlik, begonalarga o'z fikrini yetkiza olmagan bugungi kundagi yigit va qizlar o'tmishda, bolalikda siz kabi ota-onaning kaltagi ostida katta bo'lgan va qo'rquv ostida rivojlangan kichkintoylar. O'z alamingizni, oiladagi o'rinsizligingizni, hech kim sizni tinglamasligi, odam o'rniga ko'rmaslikka farzandingizni bunga aloqasi va aybi yo'q. Bugungi kunda hoy farzandiga alam ustida, jahl ustida, g'azab va nafrat ustida qo'l ko'tarib, uni jazolab, qorong'ulikka mahkum qilgan onalar. Bu qorong'ulik eshiklarini muddati cheksiz va ular qachon yorug'likka ochilishi esa farzandingizni ertangi meniga bog'liq. Lekin siz bugun aynan shu menini o'ldirish bilan bandsiz. Hoziroq meni sahifamga obuna bo'ling va shapka profilimda Telegram kanalimda qoldiryapman. Va aynan farzandingizni qo'l ko'tarmasdan tarbiyalash texnikalari, jahl, alamsiz yashash va farzandingizga sog'lom bolalikni hadya qilish bo'yicha barcha bilimlarimni bepul tarzda ulashaman. Hoziroq Telegram kanalimga o'tib, onlayn ovozli chatni kuting. Hech qisi yo'q. Siz bugungi eshikni ochdingiz, yorib, necha o'zini eshigini ochdi, yorib. Bular esa mana yopilgan qorong'u eshiklarini ochish bilan band bo'lgan kechagi kichkintoylar. Bugun ularning yoshi 20-25 yoshda. Demak, Telegram kanalimga albatta o'ting, ovozli chat qilamiz.